hamma shogirdlar, ular talabalar, o'zlari shogirdlari. Mana bugun agar universitetdan konsultatsiyaga kelishdi, moliyalar nima ko'rib berishyapti. O'zim chorvachilik bilan shug'ullanaman. Kelganingizga rahmat. Demoqchiman, qaysi sohani tanlashidan qat'iy nazar, shu sohani zo'r mutaxassis bo'lishi kerak. Bilim olish darajasi har xil. Ustozlarimiz yaxshi o'quvchilarimiz sifatli ko'chat olamiz, qilamiz chuqurcha. Qovlani ekdik. Bugun 23-o'rta ta'lim maktabimizda ham professor o'qituvchilar bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Bu uchrashuvda o'quvchilarimizga keraklicha qaysi sohani tanlashlari, qaysi sohaga kirishlari bo'yicha keraklicha tushuntirishlar berildi va o'quvchilarimiz bu tushuntirishlardan o'ziga keraklicha xulosalar chiqarib qo'yishdi. Bugun qishlog'imizga Toshkent davlat agrar universitetini professor o'qituvchilari, ustozlari kelishib, o'simliklarni himoya qilish, ularni ekish uslublari, ularga kimyoviy ishlov berish, ekologiya masalasi bo'yicha ham ancha-muncha maslahatlar berdilar. Har bir xonadon-xonadon kirishib,